Mening fikrimcha, fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni iloji boricha tez fursatda raqamlashtirish bu shart va lozim. Biz agar rivojlangan davlatlarga ham qarasak, ular ham ancha oldin o'zi har bittasini raqamlashtirib qo'ygan va O'zbekiston ham juda ham dolzarb bir ehtiyojda turibdi. Chunki biz fuqarolar xizmatlarini qancha tezkorlik bilan amalga oshirib bersak, qolgan ishlar ham shunchalik tezlik bilan amalga oshadi va biz dunyo miqyosida katta bo'layotgan o'zgarishlarga tezroq adaptatsiya, moslashuvchanlik ortadi deb o'ylayman. Kelajakda bank sohasi to'liq raqamlashtiriladi deb o'ylayman. Keyin ta'lim sohasi ham, tibbiyot sohasi ham raqamlashtirilgan ancha. Endi boshlandi raqamlashtirish. Tizimlarni, xizmatlarini raqamlashtirishga уже deyarli 100% o'tkazmoqda. O'zbekistonda ham shu jarayon bo'ladi deb o'ylayman. Eng ko'p sohalardan bittasi bu ta'lim sohasida yangiliklar bo'ladi.